AQShning ESPN telekanali 2026-yilgi mundial ishtirokchilarining liboslarini o'rganib, ularning reytingini tuzdi. E'tiborlisi, O'zbekistonning ilk jahon chempionatidagi asosiy formasi bu reytingda oxirgi 3 talikka kirgan. Sport olamidagi nufuzli media jurnalistlari 48 ta milliy jamoaning jami 105 ta formasini o'rganib chiqqan. O'zbekistonning oq rangli asosiy libosi ular orasidan 103-o'rinda. Ko'k rangli safar formasi esa 84-o'rinda qayd etilgan. Mualliflar O'zbekistonning asosiy formaga qaraganda safar libosini yuqoriroq baholaganiga izoh berar ekan, matodagi milliy naqshlar va yoqa qismiga tushirilgan bayroq ranglar oqdan ko'ra ko'k fonga ko'proq mos tushganini qayd etgan. Reytingda birinchi o'rinni, ya'ni jurnalistlar nigohida mundialning eng chiroyli libosi maqomi Urugvay milliy jamoasining mehmon formasiga nasib etgan. Mualliflar Nike tomonidan ishlangan bu ekipirovkani g'oyatda o'ziga xos deya ta'riflagan. Forma 1930-yilgi ilk jahon chempionatidagi g'olib chiqqan Urugvay terma jamoasiga bag'ishlangan bo'lib, undagi tovlanuvchi bezaklar qadimgi mahalliy xalqlarning zirhini eslatadi. Bu element urugvayliklar o'z ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan chempionlik taxtini himoya qilish niyatida ekanini anglatuvchi ramziy ifoda sifatida talqin qilingan. Ikkinchi o'rindan Yaponiyaning, uchinchi o'rindan esa Fransiyaning mehmondagi o'yinlar uchun mo'ljallangan formalari joy olgan.